Assalomu alaykum. Siz nima deb o'ylaysiz? Farzand ko'proq otasiga o'xshaydimi yoki onasigami? Onasiga deb o'xshayman. Meni kechirasizlar-ku ayollar. Bola erniki, erkakniki isbotlab beraman hozir. Nima deb o'ylaysiz? Farzand ko'proq otasiga o'xshaydimi yoki onasigami? Onasiga o'xshaydi. Endi nima desam, to'qnishga qaraydi. Otasiga ham o'xshaydi, onasiga ham o'xshaydi. Ko'plar yarim qo'yapti. Meniki uchtasi o'zimga o'xshaydi, ikkitasi onasiga o'xshaydi. Nechta farzandingiz bor? Avvalambor Xudoning taolosi 5 ta farzandim bor, 10 ta nevaram bor. Shuni otaxonni shimlaridan bitta berasiz kiyib yuraman. Farzand ko'proq onasiga o'xshaydimi yoki otasiga o'xshaydimi? Nima deb o'ylaysiz? Genetika bo'yicha otasiga o'xshaydi. Otajon. Bir man bo'lmaysiz bolajon. Genetik shifokorlarning ta'kidlashicha, bolaning tashqi ko'rinishi odatda bolalikning ilk davrlarida otaga ko'proq o'xshash bo'ladi. Bolalikning keyingi davrlarida esa bolaning tashqi ko'rinishi onaga hamda uning avlodiga o'xshab ketishi aniqlangan. Bolalarning intellektual qobiliyati hamda xarakteriga keladigan bo'lsak, odatda o'g'il bolalar ushbu xislatlarni ona tarafidan oladi, qizlar esa bu xislatlarni otasidan qabul qilib oladi, ammo qizlarning organizmida ham otasining, ham onasining ushbu xarakterlari saqlangan bo'ladi. Ushbu videoni "Bolang kimga o'xshabdi?" degan otalarga albatta jo'natib qo'ying.